Yurtimizda tomorqachilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki dehqon xo'jaliklari tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanish, yurtdoshlarimiz daromadini oshirish, xalqimiz turmush farovonligini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Viloyatimizning Navbahor tumani aholisi tomorqadan unumli foydalanish, xalqimiz dasturxonini issiqxonada pishib yetiladigan turli noz-ne'matlar bilan to'ldirish, turli ko'chatlar yetishtirish orqali katta daromad olib keladi. Tumandagi mirishkor dehqonlar tomonidan issiqxonachilik bo'yicha o'ziga xos tajriba maktabi yaratilgan. Issiqxonalarning aksariyatida qishning oxiri va erta bahorda bodring, pomidor, limon va gul ko'chatlari yetishtirilib sotiladi. Ko'chatlardan bo'shagan maydonlarga mahsulot yetishtirish uchun yana ko'chatlar ekilib, parvarishlanadi. 2 oy ichida ana shu ekilgan ko'chatlardan hosil olinadi. Shu tariqa mirishkorlar yilning 4 faslida bozorni sifatli va servitamin pomidor, bodring, ziravor ko'katlar bilan to'ldirib keladi. Tumanning Mehnat mahallasida istiqomat qiluvchi mehnat faxriysi Bekmurod Toshev ham xonadonida issiqxona tashkil qilib, limonchilikni yo'lga qo'ydi. Issiqxonada tajriba sifatida ekilgan limon ko'chatlari 3 yilda mana bunday yashillikka burkanib, gullay boshladi. Men Mehnat mahallasida yashayman. Şurada tug'ilib o'sganman. O'z faoliyatim davrida ancha joylarda ishladim. Keyin 2019-yilda nafaqaga chiqdim. Bundan keyin ham ishladim. 22-yilda Vatanman pensiya nafaqa olib, davlatimiz tomonidan bergan imkoniyatdan foydalanib, kredit olib, mana shu issiqxonani qurdim. Yonboshdan yana bitta issiqxona qurdim, 1 sotik, jami 6 sotik bo'ldi. Surxondaryoga bordik. Surxondaryoliklar qilayotgan ishlari bilan tanishib, o'sha yerdan limon ko'chati olib keldim. 100 dona limon ko'chati, 10 dona mandarin, 15 dona banan olib kelib ekdik. Nasib bo'lsa mana 3-yil bu limonga qarashni ham o'zi bo'lmaskan. Bu ham tropik o'simlik bo'lgani uchun buning uchun mukammal bo'lish kerak ekan. Yurib, izlanib, mana Buxoroga bordik. Buxorodan agronom yigitlarni topib, olib keldik. Ulardan maslahatlarni oldik. Ularni bergan ko'rsatmalari bilan mana limonlarimiz mana shu shaklga keldi. Nasib bo'lsa, shu yil har to'pidan 20 kilodan olish niyatimiz bor. Endi hozir davlatimiz hamma fuqarolarga imkoniyatlarni beryapti. Mana shu imkoniyatlardan to'liq foydalanish har birimizning burchimiz deb o'ylayman. Chunki yer bo'sh yotmasligi kerak. Bundan unumli foydalanish kerak. Yerdan unumli foydalansa, daromad kirgizadi, oilasini boqadi, shu bilan tirikchiligini o'tkazadi. Endi davlatdan hadib ber degan bilan bo'lmaydi. Shuning uchun har bir fuqaro o'zini o'ldim deganda 4 sotik tomorqasi bor. Shu 4 sotik tomorqadan unumli foydalansa, bu kambag'allikni qisqartirish juda ham zo'r bo'ladi-da. Davlatimizda kambag'al odamni o'zi qolmaydi agar mehnat qilsa. Buni tayida zamirida mehnat yotibdi-da. Men mana shu nafaqaga chiqqan bo'lsam, har kun ertalab turaman. Soat 1largacha ishlayman. Hozir damimda olaman, yana ishlayman. Mana shu bilan o'zimning sog'lig'imga, sportga foydasi bor. Qishloq sharoitida yashash uchun mana shunday issiqxonalar barpo etish kerak. Men tavsiya beraman, shtobi mahallamizda har bitta fuqaro mana shu limonchilikni rivojlantirsin. Limonchilik qilmasa, pomidorda bodring bor, zelinlar bor. Hozirgi vaqtda eng dolzarb mavzu. Mana shularni rivojlantirsa, bu mahallamiz gurkirab yashaydi-da. Mana Surxondaryoga bordik, bitta ko'chadan bitta mashin kelar ekan, hammasidan terib olib ketar ekan. Joyida pullarni sanab berib olib ketyapti-da. Bu yomon narsa emas-da. Bu shu narsani bizlarning mahallada ham fuqarolar qilsa, juda ajoyib ish bo'lardi-da. Menga ham kelyapti, men o'zimda maslahatlarimni beryapman, aytyapman hammasiga. Ko'pchilik qilmoqchi bo'lib turibdi. Endi bitta taklif qilmoqchi, mana shu kecha hokim bobamiz keldi, mana bu mahalla fuqarolar yig'ini raisi bor. Shularga bitta taklifim bor, shu issiqxona maktabini tashkil qilsak yoki bo'lmasa limonchilik maktabini tashkil qilsak-da, shu limonni ko'paytirsak. Qishloqda bir qishlog'imizda limonchilik bo'lsa, ikkinchisi pomidor. Taklifim shu bo'lsa. Zaminimizda yetishtirilgan mevalar xushtami bilan dunyoga mashhur. Shu bilan birga bobo dehqonlarimiz hatto xorijda o'sadigan mevalarni ham tuprog'imizga, iqlim sharoitimizga moslashtirmoqda. Ma'lumki, ko'p sitrus mevalar chetdan kattagina valyuta evaziga keladi. Shu bois narxi ham ancha qimmat. Agar ular o'zimizda yetishtirilsa-chi, aslida banan ko'chatining
O'suv davri 11 oy, ya'ni birinchi marta shuncha muddatda mevasi pishadi. Ammo o'sish davrida tanasida deylik 2-3 oylardan so'ng qo'shimcha shoxlar o'sib chiqadi va ular ham hosilga kiradi. Xullas, borib har 7-8 oyda hosil olinaveradi. Bir tup banandan o'rtacha 45-50 kilogrammgacha hosil olish mumkin. Bilasizmi, bugun bu ishga avvalo havas, keyin biznes sifatida kirayotgan navbahorlik bobo dehqonlar yaxshi natijalarga erishayotgani sir emas. Bir daqiqa vaqtini ham behuda o'tkazmaydigan otaxon banan yetishtirish bo'yicha ham yetarli tajriba to'plab, 20 tup banan ko'chatlarini hosildorlikka tayyorlamoqda. Hozir qish faslining ilk oyi bo'lishiga qaramay, navbahorda ko'pgina xonadonlarda bahor nafasini his etasiz. Boisi mo'jazgina issiqxonalarda yetishtirilayotgan ko'katlar ko'zga quvonch berishi bilan birgalikda foydaliligi bilan ham tanga quvvat aslida. Navbahorlik mutaxassislarining aynan issiqxonani rivojlantirish borasidagi Surxondaryo viloyatidagi tajriba almashish jarayonlarining tashkil etilganligi hududda kelgusida bu yo'nalish yanada rivojlanishi uchun ham muhim qadamdir. Ayni vaqtda bobo dehqonlar va mehnatkash xalqimiz tomorqadan unumli foydalangan holda almashlab ekishni yo'lga qo'yib, yiliga 3-4 martagacha hosil olishmoqda. Bu esa oilalar dasturxoni to'kinligini ta'minlashga asos bo'lmoqda. Bugun dehqon tadbirkor uchun ularning samarali ish olib borishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Harakat, mehnat qilgan odam mehnatiga yarasha daromad topib, turmushini chiroyli qilmoqda. El dasturxoni to'kin, bozorlar arzon bo'lishiga hissa qo'shmoqda. Men Navoiy viloyatining Navbahor tumani Mehnat mahallasi 2 brigadasida yashayman. Bizda 4 sotik tomorqamiz bor. Shundan 2 sotigini issiqxona qilganmiz, Xudoga shukr. Ana shuni orqasidan qo'shimcha daromad olyapmiz. Bundan 3 yil oldin qiluvdik. Shu yil kredit oldik-da. Issiqxonamizga issiqlik tizimini o'rnatdik. Xudoga shukr, hozircha shuni orqasidan ro'zg'orimizni kamchiliklarini bo'tab boryapmiz. Kelinlarim ikkalasi ham yosh bolasi borligi uchun uyda. Ular men ishda paytimda o'zlari harakat qilishib, o'zlari mehnat qilishadi. Maktabdan kelganimdan keyin men ham ularga yordam qilaman-da. Har xil ko'katlar ekamiz. Ko'katlarimizni yig'ib olganimizdan keyin bodring ekishga tayyorlab qo'yib, bodring ekamiz. Xudoga shukr, shuni orqasidan anchagina daromad qilyapmiz. 7 yilga olgan kreditimizni 1 yilda yopishga harakat qilamiz. Shu mehnatimiz samarasini orqasidan deb o'ylayman. Qish fasli bo'lishiga qaramasdan hozir ancha daromad qilib qo'ydik. Yarmini sotib bo'ldik. Sotib daromad qilib kelyapti kelinlarim. Ro'zg'orni kam ko'stini shuni orqasidan qilib kelyapmiz, to'ldirib kelyapmiz. Xalqimizga ham mana bu ko'kat hozir qish faslida qancha ko'p ko'kat yesa, shuncha vitaminlarga boy ko'katlar, shuni orqasidan xalqimizning sog'ligi ham tiklanib, ularga sog' bo'lishiga yordam qilamiz degan umiddaman. Aholimizni qishki va bahorgi mavsumda ko'kat, sabzavotlar bilan ta'minlash, ozuqali vitaminlarga boy ko'kat, sabzavot ekinlarini yetishtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Aholini yil davomida turli ko'kat, sabzavotlar bilan to'la ta'minlash uchun ularni nafaqat ochiq yerda, balki issiqxonalarda ham yetishtirish muhim ahamiyatga ega. Yashil ko'katlar vegetatsiya davrining qisqaligi va kam issiqlik talab qilishi bilan ajralib turadi. Ular qatoriga salat, pekin karami, shivit, rediska, petrushka kabilar kiradi. Bu o'simliklar birinchi ekin sifatida bodring va pomidordan avval ekiladi. O'stirish muddati isitish usuliga bog'liq. Bioisitgich texnik isitgichlar bilan birga qo'llanilsa, martning o'rtalaridayoq ko'kat yetishtirish mumkin. Faqat biologik yoki texnik isitiladigan issiqxonalarda muddat aprelga suriladi. Shuni inobatga olgan holda uchsutliklar ham issiqxonachilik borasida yaxshigina tajribaga ega bo'lishdi.
Navbahor tuman mehnat mahallasidan yashayman. Mana biz 2,5 sotiklik yerdan paxona qilib oldik. Mahallamiz hokim yordamchisi yordamida issiqxona yaratdik. 30 million kredit oldik-da, shu issiqxonani tashkil qildik. 3 yildan beri mana mehnatimiz orqasidan bir mavsumda 20 million, 12 million, 15 milliongacha har bir anavimizda foyda ko'ryapmiz. Xudoga shukr, daromadimiz orqasida ro'zg'orimiz bo'lib turibdi. Oilamiz bilan ishlaymiz shu anavda Tamarqada. Bir sezonda ko'kat, pomidor, bodring, xudoga shukr yetishtirib nasibaga yarasha bo'lyapti. Bir yilda 3 marta hosil olamiz issiqxonadan. Pomidor ekdik, pomidordan 12 million, 13 milliongacha daromad, bodringdan daromad, alohida daromad olyapmiz, ro'zg'orimizga foyda bo'lyapti. Ham davlat ishiga boramiz, ham o'zimiz tamirqiga naqib, xudoga shukr foyda qilyapmiz. Mehnat qilsangiz, ishqib huzurini ko'rib, rohatini ko'rar ekansiz. Kelajakda bu Tamarqand bittasiga pomidor eksak, bittasiga bodring qilib ko'paytirish niyatimiz ham bor, xudoga shukr. O'z vaqtida kreditlarni to'layapmiz. Xudoga shukr, hademay qutulamiz kreditdan ham. Daromadimizdan yopib, xudoga shukr, hademay yopamiz bu kreditni ham, yana olib, yana bitta issiqxona yaratish niyatimiz bor. Mehnat qilib, ish qilib, huzur halovat qilib yashayapmiz. Rahmat shunisiga. Qish fasliga qaramasdan mana Tamarqandimizga hozir ko'katlar ekkanmiz, hademay savdoga chiqaramiz. Ayni dam qish mavsumi bo'lishiga qaramay issiqxonada marjondek tizilgan mana bu shifobaxsh limonlarni bu ko'rinishga kelgunicha qancha mehnat, soha xodimlarining maslahatlariga amal qilingani natijasidir. Tomarqasining bir sotixida issiqxona tashkil qilib 20 to'p limon ko'chatlaridan yiliga 4-5 tonnagacha mahsulot yetishtirayotgan oilaning birgina issiqxonadan keladigan daromadi yiliga 20 million so'mdan oshadi. Tomarqaning qolgan qismiga turli mevali daraxtlar va sabzavot ekinlari ekilgan bo'lib, ulardan ham yaxshigina daromad olayotgan oilaning tadbirkorligi bugun barchaga ibrat. Mana bizlar qishloqda tursak ham hamma imkoniyatlardan foydalanib yaxshi yashayapmiz. Xo'jayinim 2017-yilda tarqatilgan ana shu limonlarni ishxonadan elektrosit tarafidan olib kelib ekuvdilar. Ana shu limonlarimiz shunaqangi ko'p hosil beryapti. Hosilidan yaxshi foydalanyapmiz. Mahallamizda hamma fuqarolariga mana shunday Tomarqadan foydalanishlarini so'rayman. Limonimiz shunday ko'p hosil beradi. Hosilidan yaxshi daromadlar ko'ryapmiz. 2017-yilda ekkan bo'lsak, har yil limonimiz ko'p hosil beradi. Bergan hosilidan farzandlarim bularni sotib, yaxshi kunlarga foydalanadi. Sizlar ham ana shunday tomarqalardan yaxshi foydalaningizlar. Tomarqadan yaxshi daromad ko'rsa bo'ladi. Daromadi yaxshi. Hamma ham ana shunday issiqxonalardan foydalansin. Mana shu limonimizdan 20 to'p limonimiz bor. Limonimiz har yil shunday yaxshi hosil beradi. Bu hosillarni 1 tonnagacha olamiz. Limondan keladigan daromadni yaxshi kunlarga foydalanamiz. Bugun Navbahorda aksariyat xonadonlarda issiqxonalar qurilgan bo'lib, aholining yaxshi yashashi uchun qolaversa daromad manbai bo'lib xizmat qilayotgani quvonarli. Pomidor yorug'likka juda talabchan. Dekabr-yanvar oylarida yorug'lik yetishmasligi natijasida changdonlarda chang hosil qilish kamayadi. Shu tufayli qishki bahorgi o'suv davrida meva tugishi juda sust kechadi. Havo namligi esa 60-70% atrofida bo'lishi lozim. Me'yordan oshib ketishi o'simlikda meva tugish yomonlashishi va ularning turli kasalliklar bilan zararlanishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Issiqxonadagi havo harorati ham shunga mos holda ushlab turilishi lozim. Noyabr-dekabr oylarida kunduzgi havo ochiq bo'lganida 20-30 daraja va kechqurun 15-17 daraja, tuproq harorati esa 17-18 daraja bo'lishi lozim. Terim tugashiga 1 oy qolganda
o'simlikning o'sish nuqtasi chilpib tashlanadi. Shunda mevalar tez pishib, hosildorlik ham oshadi. Ushbu kabi tavsiyalarni amalda sinab ko'rgan yana bir fayzli xonadon vakillari issiqxonada pomidor yetishtirib, qishning qirovli kunlarida ekologik toza mahsulotning narxlari mo'tadil turishida hissa qo'shayotgandan mamnun. Mana bu qator oralab ekilgan pomidorlar hosilning so'nggi yig'ilish davri bo'lishiga qaramay, cho'g'i baland. Xo'jayinim bilan ikkalamiz pensiyada biza. Xo'jayinimga 25 yil bo'ldi, nasib bo'lsa. Issiqxona oldik, qildik. Birinchi terimni 10 mingdan sotdik. Ko'tarasiga. 10 milliondan ziyod daromad qildik. Yaxshi. Bekor o'tirgandan ko'ra ishlasa o'ziga ham yaxshi, sog'ligiga, oila byudjetiga ham yaxshi. Bo'ronavdan ekdik shu yil 620 tup ekdik. Ikkinchi takror ekishni ekdik pomidorni. Mana hozir pishib xalqqa bozorga olib chiqyapmiz, o'zimizdan ortganini. Sotib olmaymiz, o'zimizdan chiqadi. Pomidor, bodring, hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Qish fasli bo'lishiga qaramasdan mana takror ekan pomidor ko'chatlarimiz bor. Hozir mana 70 kun deganda pishdi pomidorlarimiz. Bayram oldi bozorga olib chiqyapmiz. Mana yaxshi hosili, juda yaxshi bo'ldi. Birinchi marta ekishimiz kechki hosilda. Lekin daromad yaxshi bo'lyapti. Kelinlarim yonimda, 2 ta kelinim bor, 3 ta o'g'lim bor, 4 ta navaram bor. Hammasi yonimizda. Mahalladan kelib xabar olib turishdi, bilmaganlarimiz o'rgatib turishdi. Shuni o'rgatganga rahmat. Ariqda suv kamligi uchun yerdan, quduqdan tomchilib sug'oryapmiz. Issiqxonachilik yo'nalishida olib borilayotgan barcha sa'y-harakatlar aholini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlar bilan ta'minlash, odamlarning yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shuning uchun ham tomorqasidan mo'l daromad olayotgan xonadonlar safi ortib bormoqda. Albatta, tabarruk zaminda usta dehqonlar mehnati bilan qilinayotgan ana shunday amaliy ishlar o'z natijasini berishi tayin.